Yoz mavsumida homiladorlarimiz uchun kerakli maslahatlar. Birinchi o'rinda, aziz homiladorlarim, kiyinish uslubingizga e'tiborli bo'ling. Kun issiq bo'lganda sizga oq rangdagi kiyimlar hamda paxta tolasidan qilingan matolar siz uchun ancha qulaylik. Bundan tashqari, keng fasondagi, bichimdagi kiyimlar siz uchun va homilangizda erkin holatda nafas olish uchun qulaylik yaratadi. Yoz kunlari salqin ichimliklarga bo'lgan ehtiyoj homiladorlarimizda 2 barobar ortadi. Bunday holatlar sizlar uchun gazli ichimliklar aslo mumkin emas. Buning o'rniga siz uy sharoitida o'rik damlamasi yoki bo'lmasam olma, olcha mevalaridan qilingan damlamalarni ichsangiz siz uchun juda ham foydali hisoblanadi. Yoz mavsumida suv havzalariga bo'lgan xohishimiz yanada ortadi. Bu holatda aziz homiladorlarim, sizlarga umumiy jamoat joyida bo'ladigan o'sha basseynlar va suv havzalari, ya'ni o'sha cho'milish oromgohlari sizlar uchun tavsiya qilmagan bo'lardim. Buning o'rniga uy sharoitida tez-tez dush qabul qilib tursangiz, siz uchun ancha foydali hisoblanadi. Bundan tashqari, yoz mavsumida barchamiz sevib iste'mol qilayotgan muzqaymoqlarning miqdorini sizlar uchun biroz kamaytirish kerak bo'ladi. Bu holat bolamizni tug'ilgandan keyin homilamizni allergik fonda bo'lib qolish ehtimolini oshirib yuboradi. Yoz mavsumi uchun kerakli bo'lgan maslahatlarimni homilador tanishlaringizga yuborib qo'ying. Meni kuzatishda davom eting. Bundan-da foydaliroq ma'lumotlarni sizlarga bo'lishda davom etaman.